oilaviy qaysi kasbni egasi bo'lishdan qat'iy nazar eng yomoni shunaqa bo'lsin deganlar qarsillatib to'y egalariga yana bir marta yuboramiz. Qiz chiqarishi o'zi bo'lmaydi. To'g'risi gap. Bitta qabristondan bitta skelet tirilibdi-da. Debni to'g'ri. Yorini yana bittasi ketayotgan ekan. Sen nechinchi asrdansan desa, yo'q, men kecha qiz chiqardim xolos demiş. Qiz chiqarishi o'zi bo'lmaydi. Men hazil qilib gapiryapman. Halim aka kelin bola bilan yurib keling. To'g'risini ayting, qizingizni chiqarayotgan paytda har bir odam, qalbi toza odam, yuragi bor odam ko'ziga yosh oladi, to'g'rimi? Albatta. Yosh oladi, chunki bu qalb egasi, buyuk qalb egasiga alohida qarsaklarni cho'yadi. To'y egalariga yana bir bor qo'yilib boramiz. Mana shu qiz chiqarayotgan ota-onalar nomidan men yana bitta og'ir qo'shiq aytaman, keyin sho'xlarga o'tamiz.